Bolt maşin sattık. Midnight maşinini birinci numara bilen 168 milyon soma verdik. Xudo xolasa. 50 milyon şapatını urdaladan. Bo'ldi, u yandan pulni alasan dedilar. Shavata verdik. Adı Serdar degan. Ukasi Sirajbek bilan keldilar. Yoshlar ham kep ketdi, mendan ketdi adamlar. Bo'ldi, tamam, aldık esa shuni shu sprapga bo'ldim bo'lsa deb aldilardan uyine kelgandan keyin akam buni da tutdi deb uyine kelgandan keyin hozir yana shavatda yuribman, xudo xolasa. Shuni deb suvda tutdilar. Men aytdim, qo'y dedim, bu hozirgi buzildimi suvda, ertaga yana buziladi, bu sharmanda bo'lamiz. Qo'ymaydim dedim, men chiqib qaytdim. Hozir videosini qo'yib beraman, ko'rasizlar. Yaxshi ijodkorlar yo'q. Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari. Bugun Qo'shko'pir avtosavdo Zontik bozorimizdan navbatdagi Cobalt mashinamizni satdik. Cobalt mashinamiz Midnight birinchi nomerlari bilan ichida naqd pula 168 million so'm pula pochtanga berdik. Shavatdan keyin. Sıratanga verdik. Serdar ko'plarni to'zib nasib etsin. Kelaverasizlar Qo'shko'pir avtosavdo Zontik bozorida xizmatlarimiz.